41 savol ishlash yo'lini o'rganib chiqamiz. Demak, tog' berilgan deyapti. A savolni ko'rib chiqamiz. Tog' etagida va alpinist. Mana tog' etagi deymiz. Mana bu alpinist turgan joy orasida harorat farqi 10.8 gradus tashkil etadi. Cho'qqi bilan alpinist orasidagi esa nisbiy balandlik 2150 metrni tashkil etadi. Savol quyidagicha: cho'qqi bilan tog' etagi orasida nisbiy baland toping. Bu uchun nima qilamiz? Bizlar mingda harorat -6 gradusga pasayadi. 10.8 da qanchaga pasayadi deymiz. Tak. Unda biz 10.8 mingga ko'paytirib 6 ga bo'lamiz. 10.8 ni ko'paytiramiz mingga. Bo'lamiz 6 ga 1800 chiqadi. 1800 metr chiqadi. Endi alpinist va cho'qqi orasi 2150 edi. 2150 ni qo'shamiz. 5 0 9 3950 metr bo'ladi A savolga. Xuddi o'sha savolning B'sini aytayaptiki, tog' etagida bosim 715 mm tashkil etadi. Dengiz sathida normal atmosfera bosim bo'lganda deyapti. Buni ayiramiz. 5 qoladi. Tak, 4 bo'ladi. 450 metr bo'ladi. Keyin biz bunga 450 metr qo'shadigan bo'lsak 4400 metr bo'ladi. B javobi 4400 bo'ladi. Ishlanish mana shunday bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolisa qolgan savollarni ham berib boramiz.